Toshkent tumani Hoji Ota navbatchi xonadoniga keldik. Bu uyimizda 3-4 sotu, 4 ta xona, bitta sanzil, bitta hojatxona. Ko'rishingiz mumkin, ko'chalar shunaqa holatda. Bu yoqdan kelsangiz agar Qahramon postidan o'tganda Hoji Ota mahalladan kirib kelsa bo'ladi. Bu yoqdan Madaniyat Botir achchiq oshdan o'tib 5-maktabdan kirsanglar ham bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin, bu yerga bemalol 3 ta mashina sig'adi. Bu yerda bizda podvol. Oshxona. Spalni. Sanazil. Oshxona. Va bu yerda bizda kachanli. Ko'rayotgan bo'lsangiz shunaqa zo'rli katta qilib qo'yishgan. Bu uyimizga 96 ming so'raymiz.